Assalomu alaykum azizlarim. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Katta ko'chaga chiqdi-yu, Muharramning ko'ngli g'ash tortdi. Ancha narida eri bilan bir fabrikada ishlaydigan bo'rsildoq yuzli Zahro uyga kirib ketayotgan ekan. Tungi smenadan chiqqan shekilli horg'in qadam tashlardi. Ammo shashti o'sha. Muharramga ko'zi tushgani hamona taqqa to'xtab turgan yeridan qichqirdi. Ha Muharram opa, qalaysiz? Matlab aka yangisini topganmish, yangisini. Eshityapsizmi? Yaxshilab eshitib oling. Eringiz yangisini topganmish. Azaldan shu ayolni jini suymasdi. Tovuq kabi qaqillab kulishi g'ashini keltirardi. Bu gapi oshib tushdi. Ayolda sovuq gap darrov quloqiga yashin kabi urilib, etini junjiktirib yubordi. Gapning ma'nisiga yetmagan bo'lsa-da, yangisi degan so'z yuragini titrashga, tezroq urishga majbur etdi. Baribir o'zini qo'lga olishga urinib, Zahroga javoban qichqirdi. Nima deding, yangisi? Qanaqa yangisi? Baxtga qarshi Zahro ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Bir necha daqiqa orasida bo'layozgan Muharram qo'lidagi chelakni chetga irg'itib, Zahronikiga kirishga chog'landi. Lekin ko'ngli chopmadi. Xayolida erining ma'yus chehrasi, fabrikadagi bir-biridan qaqildoq to'quvchi qizlar gavdalandi. Hali gap bu yoqda ekanda, o'yladi Muharram lab tishlab. 2 smenlab fabrikada qolib ketishga sabab bor ekanda, yashamagur qaqildoqlardan birini topib oldi-da. Mendan ham ortiqroq ekanda o'shalar. Meni aldab, oldimga poxol solib yurgan ekanda. Nega? Qaysi aybim uchun? Kelishiga ovqatini tayyorlab qo'yganim, kirini yuvib, poyida poypatak bo'lganim uchunmi? Yo Zahro meni sinamoqchi bo'ldimikan? Yo'q, bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruqna qulur, deb bekorga aytishmagan. Shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi. Demak, Zahro ham ko'rgan uni. Aks holda tomdan tarasha tushganday gapirmasdi shu gapni. Qiziq, kim ekana? Matlabning qo'yniga kirib olgan o'sha ilon. Hoy-nahoy gugur cho'piday qiltiriq, bir balodirda. Qiltiriqlar ustamon bo'lishadi. Hali shoshmay tursin, tagiga yetmay qo'ymayman bu ishning. Muharram hovliga kirgandan keyin ham tinchlana olmadi. Erining ishxonasiga borishga ahd qilib kiyinishga chog'landi. Ammo hali zamon o'zi kelib qolishi, muqarrarligi yodiga tushib fikridan qaytdi. Xotinjonlab gapni qayoqqa buradi? Men ham anoylardan emasman. Menday xotinini qayoqdagi megajinga almashdi-yu, indamay qolaveramanmi? Kimdan kam erim bor, kimdan? Shunday deb Muharram beixtiyor ko'zgu qarshisiga keldi. Ko'zlari g'azabnok, yuzlari tund edi. Boshini zarda aralash silkitgandi. Shu zahoti sariqqa bo'yalgan sochlari dengiz to'lqini kabi yoyilib, yelkalarini quchdi. Xo'sh, qayerim kam ekan o'sha qiltirig'idan, dedi u bodom qovoqlarini barmoqlari bilan silab. Menday xotini bo'la turib, shunaqa qandlarni yeb yuribdimikan? Kechirmayman. Oyimnikiga, ota uyimga ketaman. Yelkamning chuquri ko'rsin shu hovlisini. Hozir ko'ch ko'ronimni yig'aman u ketaman. O'shanda biladi xotinning qadrini. Muharram jon holatda ichkari uyga kirdi-da, qo'liga kirgan kiyimlarni olib, yelim xaltaga joylay boshladi. Bosgan izlarimga zor bo'lasan hali. O'dranib qo'yardi ora-sirada. Erim ishdan keladi. Voy, qorni ochmikan, to'qmikan, charchadimikan? Birov xafa qilmadimikan ish qilib? Kayfiyati qalay ekan? Gap so'rasam jahli chiqmasmikan? Deb men ahmoq qosh qovog'iga termulaman. Buchi qayoqdagi buzuqlarga qo'shilib yallo qilib yuribdi ekan. Tag'in anavi Zahro megajindan aytib ham yuboribdi. Kuyib o'lsin deganda, iloyi ko'r bo'lgin. Mening yaxshiliklarimni bilmasang, oqib tushsin ko'zlaring. Muharram kerakli buyumlarni xaltaga joylab bo'lgach, ketish oldidan xona ichkarisiga, so'ngra deraza orqali hovliga tikilib qaradi. Ola mushugi narvondan tomga bezovta chiqib tushar. Aftidan qaysidir qushni tutish payda edi. Tomorqada esa targ'il sigir kavshana qur-qur uy tomon bosh urib qolardi. Yo'q, ketishga shoshilmayman, dedi o'rnidan qo'zg'alib Muharram. Bu itfelning aftiga oxirgi marta bir qarab olishim kerak.
Aytarimni aytib keyin ketmasam, alamimdan chiqmayman. Hash-bash deguncha kun peshindan og'ib, Matlab horg'in qadam tashlagancha hovliga kirib keldi. Muharram tok ustidagi so'rining bir chetida oyog'ini pastga osiltirgancha qo'yi unga ters o'girilib o'tirardi. Eri kirib kelganini eshitgan bo'lsa-da, miq etmadi. Lab burgancha tik o'tiraverdi. "Ha, nima bo'ldi?" so'radi Matlab xotiniga yaqin kelib. "Xaltachadagilar nima, qayoqqa otlanding?" Muharram javob bermadi. 2-3 yo'talib olish bilangina cheklandi. "Biror gap bo'ldimi?" so'rashda davom etdi Matlab. "Gapirsang-chi, og'zingga talqon solvolganmisan?" "Ha, talqon solvolganman. Enam berganda nimaydi?" Kutilmaganda eri tomon yuzlanib qichqirdi. Ba'zilar qayoqdagi qiltiriqlardan don olishib yurgan. "Nima? Kim don olishibdi? Qaysi qiltiriq? Menga qara. Nega xaltacha ko'tarvording? Biror gap bo'ldimi? Qayerga otlanding?" "Uyimga", dedi ko'zini loq qilib Muharram. "Oyimnikiga. Nega, tinchlikmi?" Muharram javob berish o'rniga birpas eriga jim tikilib turdi. Keyin esa ko'zlarida yosh qilqilladi. "O'sha qiltiriqlardan mening qayerim kam?" Yig'i aralash so'zlana boshladi u. "Gapiring, tag'in Zahroga suyunchilabsiz. Nima maqtagingiz keldimi? Hamma o'ynashingiz borligini bilib qo'ysin dedingizmi?" Matlab hech narsaga tushunmay yelka qisdi-yu, Muharramning 2 yelkasidan tutdi. "Jinni bo'lganmisan?" dedi u hovlining u yoq bu yog'iga o'g'rinchi ko'z tashlab qo'yib. "Qanaqa o'ynash? Kim o'ylab gapiryapsanmi? Kim aytdi senga bunaqa gapni?" "Kim aytardi, Zahroda?" dedi Muharram erining qo'llarini yelkasidan zarda aralash olib tashlab. "Aytvoribsiz-ku, boshqasini topib olganingizni. Butun mahallani boshiga ko'tarib, yana ering yangisini topib olganmish" deb baqirdi. Ustimdan kula-kula uyga kirib ketdi. Matlab javob berishga shoshilmadi. Bir muddat xotinga sirli qarab turdi-da, beixtiyor kulib yubordi. "Voy Zahra shayton-ey", deya qotib-qotib kulardi Matlab. "Odamini topib aytibman-ku. Kuling, ko'mganda kulsangiz ajabmas." Muharram battar tutoqib so'ridan pastga tushdi va qo'lidagi xaltachani oldi. "Ana endi kulib o'tiraverasiz. Men ketaman." Matlab astoydil yo'lga otlangan xotinini bilagidan mahkam siqib to'xtatdi. Ko'zidan tomog'igacha qadar oqib tushgan yoshlarini kaftiga artib, kuch bilan so'riga o'tqazdi. "Sen Zahronkiga kirib bor gapni surishtirmadingmi?" so'radi u. "Gapir xotin, surishtirmadingmi? Men yerdan chiqqan qo'ziqorinmasman. Surishtirmasam ham hammasini aytib bo'ldi. O'sha Zahrongiz. Birinchidan u mening Zahrommas. Ikkinchidan gapni tushunib, ana undan keyin birovni ayblagingda. Men ham shunaqa ovsarman." Erini jerkib berdi Muharram. "Alla kimlar boshqasini topib olib yallo qilsa-ham, tushunmay ahmoq bo'lib yuraveraman. Axir men muzlatgichning yangisini topdim degandim Zahroga." Toqati toq bo'layozgan Matlab bor ovozda baqirdi. "Eshityapsanmi, muzlatgich? O'zingmasmiding? Yangi chiqqan muzlatgich toping", deb qulog'imni qomatga keltirgan. "Senmasmiding? Eski muzlatgich shaltirab quloqni qomatga keltirayapti", deb noligan. "Men ahmoq yangisini topibman-u, Zahroga aytibman. Sen ishdan qaytgunimcha xursand bo'lib o'tirgin debman." "Nima muzlatgich?" sergak tortib asta tislandi Muharram. "Qani muzlatgich? Hali zamon olib kelishadi", dedi Matlab darvoza tomon ishora qilib. "Shuning uchun sal ertaroq keluvdim ishdan." "Rostdanmi?" Bir necha daqiqa ichida Muharramning zardasidan asar ham qolmagandek edi. Yig'i aralash kulimsiragancha eriga qattiqroq tikildi. "Rostdan muzlatgichmi? Begona ayolmasmi? Esing joyidami?" dedi Matlab qo'l siltab. "Qanaqa ayol? Yangi muzlatgich xotin.